Bekobod bozori mana. Imomjon Bekobod bozori mana. 6000 bo'lyapti ekan. Olmalarning bahosi. Kabeda 5,5 olmoqda. Aka mayda bo'yga nech pul ekan? 8 gram bor, so'rayman. So'rab Bermadim. So'rab. Moldovanga nech pul ekan? 10,000. Maydasi ham bor Moldovanga. Xolosmi? Ikkinchi sort bo'ykalar nech pul aka? 5000. Bahosi bo'ldimi aka buni? Qolaverib so'rab olaverasiz. Endi past so'rab qo'ymaydi. So'ravering, bozorda shu. So'ravash ikkita. Ikkita qarab beradi. Qo'y aka o'mi? Ikkidan. Bering. Moldovangami aka? Moldovanga 4200 bo'lyapti. Bo'ykalar Allah shamas. Buni ham ketyapti buni. Bitta maydasi bor. Yaxshi aka, zo'r narx bo'pti. Maydaga qo'yg'i suyug'i bo'lsa, Hammasi ketyapti. Bitta maydasi bor. Bitta yaxshi. 5700 bo'lyapti. 5700. Shu. Semiranga nech pul ekan? Semiranga berari. 3,5 ming so'm kam. Bor xataydi. Nechta bor aka bundan? 4 Ko'p ekan-a. Nech pulga berasiz aka buni oxiri? 5 Nech pulga berasiz? 5 pul beradi. 2 dan berasiz. Moç olsunuz. O ikisini ham bir ko'rib qo'yaman. Bugün 9000. Ha? Yaxshimi? Zo'r bo'lsa ekan. o'gani baho qildi. 2800 so'm. Jon aka qoladimi endi buni qo'y. Qoladi. Ha, yo'qlar. Kartochka nech pul? 6000 ga 5000. 6000 ga 5000. Nomi nima buni? Santa. Santa. Oldingi Santa. Pokiston Santa emas. Bu nech pul qildi aka o'zi? Yeriga 5000. Qildimi? Bilmadingizmi 5 ta? Zo'r qo'ydi.